Minecraft lekin har 5 ta daraja oshgani sari Minecraft realistik bo'lib boradi. Meni maqsadim esa Ender ajdarini yo'q qilish. Qanunda let's go. Demak, mana men paydo bo'ldim. Endi esa daraxt chopib olish kerak. Demak, kerakli narsalar yasab oldikda endi esa mollarni o'ldirib chiqish kerak. Demak, barcha mollarni o'ldirib tashladim. Sayohatga chiqish kerak. Yo'q, qishloq topdim, judayam chotki. Demak, unda bu qishloqda nimadir qiziqarli narsa bormi? Albatta, yotoqqa olaman. Ko'p yotoq olmayman, hatto ajdar barpani yo'qlamasganman. Mayli, bir qishloqni ko'rmadimmi? Mayli. Ular menga kerak emas. Yagidalarni olaman. Water drop hisobiga ishlataman. Mayli. Короче, demak, lotga yashayman-da va sizlarga bitta montaj ko'rsataman. Mayli, montaj yig'ishtiramiz. Endi esa bitta sayohatga chiqaman desam, aytdim, qishloq topib oldim. Yana lava ko'li bor ekan yonimizda, yaxshi. Men lava ko'l hozir kerak emas. Unchalik ham zo'r clash qilmadik-ku, ammo yaxshigina qildik. Demak, men aytda kuznets ko'ryapman. Если что agar sizlarga kerak bo'lsa, bu dunyoni sidi mana va koordinatalari mana, kelishinglar mumkin. Mayli, bu qishloqda tunab olaman, chotki. Zo'r. Endi esa men uyg'ondim va ketmon yasab olishim kerak va albatta samonlarni yig'ib chiqishim kerak. Ovqat bo'ladi va men Ender ajdarini tezroq yo'q qilaman. Ovalaman va barchasini yig'ib chiqishim shart. Go. Demak, endi esa golemni yo'q qilish kerak. Chotki. Golemni yo'q qilib tashlayman keyin. Mayli, yaxshi. Qancha tushgan ekan? 5 dona. Bu juda ham zo'r. Unda menga короче, men kirka yasab olaman, temirli chotki. Endi esa o'zimga nonlar yasab olaman. Zo'r. Menga ozgincha daraxt kerak bo'ladi. Shuning uchun sindirib tashlayman огородni. Endi esa men bu qishloqdan ketaman. Lava ko'lini yonimga ham mayli. Короче, go, sayohatni davom ettiramiz. Demak, men maytda buzilgan portal topdim. Buzilgan portal juda ham yaqinda ekan. Bu buzilgan portalni ichiga qaraymiz. Yaxshi. Narsalar yomon emas, juda ham zo'r derdim. 5-daraja tezroq chiqib olish kerak. Men Minecraftni realistik qilib o'ynamoqchi. Men o'ylaymanki, kompyuter ko'tara oladi. Unda oltin blokni yoniga chiqamiz. Zo'r. Unda mana bu narsalarni olamiz. Endi esa yaxshi. Unda sayohatni davom ettiramiz. Unda let's go. Demak, men mayta qishloqchi topdim. Yaxshigina, lekin uzoqda ekan, mayli. Bo'laveradi.
Bu qishloqda nima bor? Albatta galani o'ldirib tashlash kerak. Shunda chotki bo'ladi. Mana yo'q qilib tashladim. Nechta temir tushgan ekan, qiziq va yo'q, bundan ham 5 ta tushdi. Qanday omad. Nu mayli, samonlarni yig'ib chiqishim shart bu qishloqdan ham. Unda, короче, men yog'daydim va ozgincha yursam mana katta kanyon topdim, ya'ni g'or topdim, juda ham katta. Mayli, uxlab olamiz. Va yoqda qanday ko'p resurslari bu yerda juda ham ko'p. Endi esa pastga akkuratniy tushib olish kerak bo'ladi. Mayli. Temir ko'p kovla olaman. Yo'q, yaxshi. Demak, olmoslar ham topib olishim mumkin. Unda pastga tushib olamiz. Mana men tushib bo'ldim. Mana bu narsalar. Короче, sizlarga menimcha tezlashtirib ko'rsataman. Mayli. Let's go. Tezlashtirib ko'rsatib boraman sizlarga. Okey, demak men g'ordan chiqib oldim. Minecraft juda ham realistik bo'lib ketdi. Axir 12-daraja. Juda ham realistik Minecraft. Mayli, короче, nima qilishni bilasizlarmi hozir? Netherga borish kerak. Netherga borish uchun esa lava ko'liga borish kerak. Boramiz tezda va короче, zo'r bo'ladi. Mana men lava ko'lini yondaman. Endi esa ko'rishinglar mumkin. Nima rangi cho'ta o'zgarib qolibdi. Mayli. Portal qurib bo'lgandan keyin sizlarga qaytaman unda. Let's go, короче. Qurib bo'lgandan keyin unda sizlarga qaytaman. Demak, mana qurib bo'ldim. Zajgalka bilan yoqamiz. Endi esa Netherga otlanamiz. Demak, mana men Netherdaman. Bu yerda zo'r narsa hozircha ko'rinmayapti. Unda pastga tushib olish kerak. Balandda paydo bo'libman. Mayli. Pastga tushib olaman. Mana men pastdaman. Короче, ko'k o'rmon ko'ryapman. Ko'rishinglar mumkin edi. Ana ko'k o'rmon. Unda men bu olovni o'chirib, yoqib borib olish kerak. Demak, mana men shu yerdaman. Mana bu yerda Enderman turibdi. Hozir uni ham qayoqqa o'tirg'izib yo'q qilib tashlayman. Yaxshi. Birinchi urinishda o'xshadi. Endi esa uni yo'q qilib tashlayman. Tushmadi endi. Mayli, kimda bo'lmaydi deysizlar. Unda men bu qizil qallaga kelib bo'ldim va 15-daraja Minecraft juda ham realistik bo'lib ketdi. Kompyuterim bemalol lekin ko'tarib turibdi. Realistikni ham mayli. Qochish kerak. Qochib ketish kerak. Tezroq bu yerdan. Men bu yerdaman. Endi esa bir spawner kerak-da. Hatto spawner bo'lmayapti. Unda spawner topganimdan keyin sizlarga qaytaman. Qayerda ekan? Demak, mana men spawnerni topdim. Bloklar kovlab olaman. Bloklar menga kerak bo'ladi. Unda qochishga joy yasab olaman. Baribir ham kerak bo'ladi va orqani ham yo'q qo'yaman. Wither skeletlar kelmasligi uchun. Yana bloklar kerak bo'ladi. Demak, unda hozir ifritlarga boraman. Yo'q, ko'p ekan-ku. Hozir barchalarni yo'q qilib tashlayman. Yaxshi. Hammasini yo'q qilib tashlayapman. Hozir ortishadi. Yaxshi, senam keyin. Unda men bu spawner atrofini sindiraman va farm degan narsani boshlayman. Demak, ifritlar paydo bo'linglar, zo'r. Unda keraklicha ifrit tayoqchalarini yig'ib bo'lgandan keyin sizlarga qaytaman. Zo'r.
Demak, mana men keraklicha ifrit tayoqchalarini olib bo'ldim. Ayta menga yana ifritlar otib yotibdi-yu. No, mayli. Unda endermenlarni o'ldirishga go. Mana endermenlar endi esa barchasini bittalab o'ldirib chiqish kerak. Unda keraklicha endermenlar to'plagandan keyin sizlarga qaytaman. Mana men keraklicha endermenlar to'plab bo'ldim. Minecraft juda ham realistik bo'lib ketdi. Ko'rishinglar mumkin. Naqd 1 stakdan ko'p va 10 dona blaze tayoqchasi. Bu juda ham zo'r. Endi esa oddiy olamga qaytib End shahriga olib borargan portalni topish kerak. Yo'q. Tunikani mayli o'tkazib yuboramiz. Zo'r, uxlab oldim. Bu juda ham zo'r. Mayli. Demak, Oko Enderni yasab olaman. Chotki, endi esa Ender portalni yoniga boraman. Unda yoqqa boramiz. Sizlarga esa kesib tashlayman montaj orqali. Demak, u tagimda, rodna tagimda ekan. Hozir men yoqqa tushib yo'q qilib tashlayman Ender ajdarni. Xo'sh, demak, mana men shu yerdaman va hozir Ender portalni aktivirovать qilaman, ya'ni yoqaman. Keraklicha endermenlar olaman. Endermenlar debman, Oko Enderni olaman. Men lekin tarjimasini bilmayman. Sakraymiz va qanday buglar bilan paydo bo'ldi. Mayli. Kimda bo'lmaydi deysizlar. Unda bu yerdan chiqib ketamiz. Zo'r. Mana men chiqib bo'ldim va ajdarni yo'q qilib tashlayman. Chotki, undan oldin esa manaqa mayda endermenlar kerak bo'ladi. Buning uchun menga ferma kerak. Bilmasdan qo'yib qo'ydim. Mayli. Qo'yib tashlayman. Zo'r. Bu juda ham chotki. Sizlarga demak bitta montaj ko'rsataman. Musiqani yoqdim. Qanunda let's go. Demak, men Ender ajdarni yo'q qildim va endi barcha darajalarni olish vaqti keldi. Minecraft juda ham realistik bo'lib ketdi shundoq ham.
Nu mayli, endi esa barcha darajalarni olish vaqti keldi. Qani judayam zo'r va oxirgi realistik Minecraftga keldik va men judayam cho'tki Minecraft bo'ldi. Agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Bu videoni yasash uchun men judayam ko'p vaqt ketdi. Sizlar bilan men bo'ldim Sarvar va albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqmasin. Va barchaga xayr.